أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. Bugün kelgen dersimiz bo'lsa Baqara surasining 17-oyatiga keldik. Baqara surasining 17-oyatiga keldik. Endi bundan ilgirki oyatlarda bo'lsa Alloh taolo dastlabki 4 oyatda mu'minlar haqida so'zlab, undan keyin 2 oyatda kofirlar haqida so'zlab, undan keyin 13 oyatda munofiqlar haqida so'zlaydi degan. Demek hem de biz şu munofiqlar haqida so'zlayotgan şu oyatlarning davomida turyapmiz. Alloh taolo bizga bundan burun munofiqlar haqidagi munofiqlarniki qanday qiladigan qilmish etmishlarini, yomon axloqlarini bizga bayon qilgan edi. Ularniki iymon etib qo'yib, og'izda iymon etib qo'yib, qalbida iymon etmaydiganligini, undan keyin ular Allah Teala'nın müminlerini aldırmakçı bulunduğunu, emniyet üzerinden aldırdıqanlığını, onların kalbide münafıklık şeklinde ibaret ağır kesel bağlılığını, onundaki uluğa zeminde bozukçılık mağazı bizden ıslahçı da bizimki hatalıqını ten ağırlamaydıqanlığını, onundaki iman ettiğinler, başka kişiler iman ettiğinler, iman ettiğinler değilse bizden onlarla iman ettiğinler, iman ettiğimizde mutekebbirlik kılıdıqanlığını, onun kendi mümin Müslümanlığa uçurup kalsa aldıda yağlımcılık kılıp vay anda biz iman ettik dep koyup kendi kitaplarla bizge onu zanlı koyduk dep iki yüzlü meçi münafık ekanligini muşunda ibaret. Bulup bunda ticarette de muşunda tutqa işideki muş ticarette de intayin ziyantkar bulup çıkkanlıkını Allah Teala sözlep öttü. Bundan burunki ayetlerde. Emdi Allah Teala deslepte bugünkü ayetten başlap Kur'an-ı Kerim'deki en deslepteki teşbih kaidesi, yani okşutuş, temsil kılış kaidesini başlaydı. Avaz kilotamda? Kilovatı. Ha. Emdi bu temsil kılış, okşutuş diyen gap bu intayin bir narsani, bir hukmni boshqalarga yetkazish, tushuntirishda ajoyib aktiv rol o'ynaydigan, yaxshi joriy bo'ladigan bir xil usul. Ya'ni har qanday tilda bor bu. Ya'ni bir ishni ma'lum bo'lgan bir ishni texmi ma'lumroq bo'lgan bir ishga solishtirib, shuni o'xshatib turib ifodalash. Bazen mahsus bo'lgan, bunda ko'z bilan ko'rgili bo'ladigan, quloq bilan anglig'ili bo'ladigan, og'izda tetig'ili bo'ladigan, qo'l bilan tutqili bo'ladigan, burunda purg'ili bo'ladigan, ya'ni mahsus bo'lgan, ya'ni mahsus ish deymiz. Mahsus bo'lgan ishdan birini shunda mahsus undan uchuqroq mahsus bo'lgan bir ishga solishtirish orqali, o'xshatish orqali yoki mahsus bo'lgan bir ishni anda his qilib olmaydigan, balki aqlda o'ylig'i bo'lgan, ma'qul bo'lgan bir ishga solishtirish, o'xshatish orqali texma asosiy maqsadni texma ro'shan ifodalab bilish usuli nima deb ataladi? Tashbih deb ataladi. Tashbih. Endi bu tashbih tashbihning asosiy rukni 4 tane rukun bor. Tashbihning. Birinci rukun tashbih mushabbah, ikinci ruknisi mushabbahun bih, üçüncü ruknisi adatut teşbih, dördüncü ruknisi vechhu şebeh. Şu 4 tane rukundan tarkib topilib teşbih degan. Mesela bu 4 tane rukun mesela Abdus Samedi kel kameri fil
husn fil cemal dedik. Abdus samadi kel kameri fil husn. Yani Assalomu cemal. alaykum. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş gelipsiz Qaracım maşallah. Dikkat qilib yaxshi anlang. Bir oyatdan o'qilgan iborat, ha? Abdus samadi kel kameri fil cemal desem şeydeki Abdus samad degan nima? Mushabbah. Kendin kaf kel kamerideki kaf harfel kaf nima? Adatut teşbih. El kamer deganim nima? Mushabbahun bih. Fil cemal deganimcha vejhuş şebeh. Yani Uygurca tercüme qilganda Abdusamad güzellikte ayga o'xshash, aydek desem. Abdusamad degan nima? O'xshitilgan abonut, o'xshitilgan ob'ekt. Teşbih bir. Yani mushabbah. Müşebbeh. Hamda ay degan gap mushabbahun bih, yani Abdusamad uningga o'xshitilgan ob'ekt. Hamda o'xshitish asbobi, o'xshitish vositasi qazi kaf, harfal kaf, yani dag, o'xshash, dag, tak, pak degan gaplar. Uni keyin vajhu shabah degan o'xshashlik tarifi, yani ay bilan Abdusamadning o'xshashlik tarifi qaysi desam, yani chiroylilikda aymi go'zal, chiroylilik nima? Abdusamadmi chiroylik bo'lsa, ikkisi nima degan bo'ladi? Tanıqda, yani vajhu shabah bo'ladi. Yani ikkisiniki o'rtaqlik tarifi, ikkisiniki o'rtaq bir taraf qolgan, go'zallikda o'rtaq taraf bor ekan deb ham buni shu nima tashbih deb ataldi. Hamda ma tashbihniki nima rukunlari shu. Bu tashbihning hamda qismlari bor, bir qancha qism bo'ladi. Ba'zida tashbihda to'liq keladi. Masalan, nima deb? To'liq. Abdus samadi kel qamari fil jamalda bütün tashbihning 4 rukuni hammasi to'liq keladi. Mana to'liq kelgan chaqda bu nima deb ataladi? Tashbih mufassal deb ataladi. Tashbih mufassal deb ataladi. Mufassal. An ba'zi chaqda ya adat tashbih kaf harfi hazf qilinadi, kaf harfi tushib qilib keladi. Anda masalan Abdus samadi qamarun fil jamal deb masalan. Yoki ba'zi chaqda vajh shabah tushib qilib keladi, masalan Abdus samadi kel qamar deb bas. Abdus samad kel qamar deb fil jamal degan gap tushib qolib ketadi. Ya'ni ba'zi chaqda adat tashbih kaf harfi tushib qolib keladi. Ba'zi chaqda fil jamal degan vajh shabah tushib qolib keladi. Mana mo'ytunda tushib qolib kelgan vaqtida nima ataladi? Tashbih mujmal deb ataladi. Ma u ikkinchi darajalik tashbih. Ya'ni tashbih qancha vositalari tushib qolgan sari yuqori saviyaga ko'tarildi, ha? Ya'ni balog'atli bo'ldi degan gap. Birinchi saviyasi to'liq kelgan tashbih mufassal degan hamma narsa to'liq bo'lgan normal tashbih, normal o'xshatish. Ikkinchi saviyasi ya adat tashbih yoki nima? Vajh shabah tushib qolib keladi. Bu ikkinchi saviya, ikkinchi darajalik tashbih bo'ladi. Uchinchi daraja bor ustoz. Buningda 4 daraja bor. Üçüncü derecelik teşbih teşbih belir deb atıldı bu. Bunun da ne bilen adatut teşbih bilen nima vajh shabah ikkinisi tushib qoladi. Abdus samad qamarun dedik. Abdus samad ay deb qo'ydik. Deb qo'ysak bu yerda fil cemal degan vajh shabah mi tushib qoldi? Kaf teşbih, harfi teşbih mi tushib qoldi? Demak, bu yerda qolgan mushabbah bilan mushabbahun bih ham qoldi, Abdusamaddan qamargan ham qoldi. Bu nima deb ataladi? Nima teşbih beligh, intayin balog'at. Teşbihniki eng yuqori pallasi. Abdusamad ay, yani ayga o'xshash emas, Abdusamadga ay deb qo'ygan gap, yani tulan ay ekan ya bu, yomon o'z odamga ya bu. Demek ki ya kelganda shuni ishiltirgan gap. Endi lekin ma mushabbah yoki mushabbahun bi ma ikkisi nima qilinmaydi, hazf qilinmaydi, ha? Abdusamad degan gap yoki ay degan gap hazf qilinmaydi. Agar bu hazf qilib ikkisi bisi tushib qolib qolsa, bu chaqda nima bo'lmay, bu tashbih bo'lmay, bu chaqda nima deb ataladi? Bu chaqda isti'ara deb ataladi, isti'ara.
Hani istiare olgan çağda ya müşebbeh düşüp kalıdı ya müşebbehun bih düşüp kalıdı. O başka bir gap. Yani bir baldı ilgi derste öteyine. Hatemallahu ala kulubihim diyen yerde. İstiare tesrihiye dedik aşını. İstiare tesrihiye tebi'iye dedik. Bunu da nemi düşüp kalan. Hatemallahu ala kulubihim de müşebbehun bih düşüp kalan. Onunla hateme diyen bir fiil kelgen. Hateme diyen fiil. Bunu istiare tebi'i tesrihiye tebi'iye dedik onu. Hem de istihare bilen teşbihinin farkını, inçik farkını şey deyin. Hoş, hem de dördüncüsü kalsa teşbih temsiliye. Teşbih beliğinin kim? Birincisi teşbihinin bolda mufassal. İkincisi teşbih mucmel. Üçüncüsü teşbih beliğ. Dördüncüsü teşbih et-temsil. Teşbih temsil. Teşbih temsil diyen bunun da müşebbeh mübah. Müşebbehun bih mübah. Adat teşbih mübah. Lakin vecih şebeh da Yok. vecih şebeh bah. Lakin da vecih şebeh bir tane emez. Bir bunca. Abdus Samet kel kamari fil cemali ve fi ma ve fi nuraniyeti ve fi devraniyeti ve fil beydaniyeti diyorsa mesela Abdus Samet ayının yumulaklığa okşaydı. Ay yumulak olanda yumulak. Ay ak olanda ak. Ay çıraylık olanda çıraylık dep bir qancha vecih şebehini sözlesem ma'nun da batılıdı o. Nima teşbih? Temsil de batılıdı. Teşbih temsil de batılıdı. Hem de teşbih ya söz mü söz buludu. Abdüsamet Kelkamer degende sözlü okşutuş buludu ya ki cümleni okşutuşlan buludu ha. Cümle. Hem de hoş hem de bilgen ki en dastlaptaki temsil bolsa nima teşbih temsiliye de batılıdı anlama. Bilgen ki teşbih hazırma bu ayetteki teşbih temsiliye. Yani vecih şebeh bölümünce söz Allah Teala münafıka bölümünce misalını keltirip münafıkın hali şu yok tüvendeki söylediğim şu misalı okşaydı o. Mundaq taraflardan okşaydı dep ve bölümünce vecih şebehini söz deyim. Şunu anlama. Şu bunun ismini de batıldı gen teşbih temsil de batıldı. Hoş. Annemi deydi Allah Teala Zehaballahu binurihim Tohta. Biz ne geldik hazır? Zehaballahu binurihim bu geldik ustaz. Ya bu da tefsir kılmadık başlamadık. Yani Meseluhum kemeselillezi istevkada nara felemma adaet ma havlehu zehaballahu binurihim. Hoş. Yani biz ne geldik hem de meseluhum. Ulanın misali yani yukarıki münafıkların misali diyen yani ulanın sıfatı diyen burada demeydi ki. Meseluhum ne? Sıfatuhum fi nifakihim. Yani o münafıklarındaki münafıklıkdaki sıfatı olsa yani ulanın ahvalı olsa demek ki sıfatı. Kemeselillezi istevkada nara. Yani ot kalgan bir adamın misali okşaydı. İstevkada nara diyen ot kalgan bir adamın misali okşaydı. Felemma adaet ma havlehu. Ot etrafındaki nersini yurutqa vaxtıda diyen kelgende hem de zehaballahu binurum. Allah ulanın nurunu üçürüp etken bir adamga okşaydı dedik. Yani birden dep çıksak birinci meseluhum diyenni sıfatuhum dep ma'na etdi musannif. Aslında mesel diyennin bir qancha ma'nası var. Mesel diyennin okşuşı diyen ma'nası mı var? Onun kendin makal temsil diyen ma'nası mı var? Makal temsil dep mesela. Aslında mesel diyen aslında darbe mesel dep gelse daraballahu meselen dep gelse bu mesel dep atıldı. Uygurca mesel. Ya ki makal temsil dep atıldı. Allah Teala bunda makal temsil bayan kıldı. Mesel bayan kıldı. Dep kelidi o ma'nası. Mesel diyen kadar nasıl dese mesela Arapçada bir mesel var. Es-sayfe dayyatil lebene. Ya ki fi's-sayfi dayyatil leben dep bir meşhur bir makal temsili var Arap'niki. Bu makal temsil diyen kadar nasıl dese bir hakiki boğan bir hikayenin birisini sözleydi o. Onu kendi şu adını kapkan meşhur bir söz.
bir kelime, iki kelime, bir cümle, iki cümle. Şu söz meşhur bulup bütün elgi tarihip ketedi o. Andın muşu sözün ismini de batılıdı. Evlat ve evlat yetip ketedi o. Makal temsil ya ki mesel de batılıdı. Arapların içinde mesela muşu makal temsil takılıp gelgen mesela. Fis sayfi dayyatil leben de. Arapların cahiliyet devrinde Amr ibn Davvas, Amr ibn Addas de bir adam ötken iken. İntayın mertlikte, şicaette, batırlıkta, isillikte, yüz abroyda intayın tilladi dastan boğan isil bir kişi iken. Bu kişi üzünün tağısındaki bir yaşlı çoğun kırıp kağa vaxtıda üzünün tağısındaki yaş bir kızığı öğlenipti. Toy kıptı. Toy kılıp şunu olan bu kişi ya nayeti bu ayalını nayeti yaxşı bu ayalını yaxşı görüp nayeti izzet ikram izzet hürmetini kılıp onu japağı samay nayeti yaxşı pəpilep xavirepti. Lekin bu kız balı bara iri qarab ben bir yaş kız balı durup bunda bir tır adamı tegdim dep kündün künge eskilişip ah uf vah uf bizniki yaş kız dostlarınki yaş ballağı tekini qarab ben nimiş qımında qırgıtı gidğanı demedep nayet qaqşap yürüptü. Ahiri bu küllerinin ahiri kepti. Bir günü bu adam ayağındaki tizgi beşini koyup yetip qıla yetip yaş çoğun qağan deyin yaşlı çoğunlap qağan deyin ağzın bir şarlık ixtilam bu ayalgı çatçap bergen deyin bu ayal nayet qatlı qablap ketip vaqır qıtğan deyin bu adam çüçüp uyğunuptu. O ayal sen de qırgıday tigip nime mi tigiptin bola bu dep ayalını bu adamını tilli qıtğan deyin bu adam ahiri açıkçı demay ha anda olsa senin süzanını versem hoş olamsa razı olamsa deyen deyin razı olma dep şu ayal cevap bergen bulaptı. Süzanını verdim dep o ayalını talak qılğan ekan. Şunun ola o ayal bu erden acışıp gitip yeni belek bir yaş bir kelişken bir balığı tigipti. Lekin bu balığın pulusu yokken. O balığın pulusu yokken. Pulusu olmagandikin şunun olan bunu ütep hem de sözünü berge vakit bu şu desep ki Emr ibn Addas'taki adamın sözünü berge vakti yaz rasmi istiq boğan yaz vakti eken değil mi? Ama bu ayalniki qo'shiqi nima qilib sal yo'q yigili minasi yo'q sal qo'shiq eshib qilib anda osh to'q qilib deganda oxiri nimani yanga bilibdi anaqa ko'ni yerni yanga bilibdi hamda siz shu yana bir rivoyat bilibdi deydi bir rivoyatda hamda shu nima qilibdi bunda unoldi tutilsa bir muncha bir tugilarni ko'ribdi bir muncha tugilarni ko'rib bu kimni tugisi desa Amr ibn Addas'ın tügüsü degandikin o'ziniki xizmatkorni avatibdi. Amr ibn Addas'ning qishi xizmatkorni avatibdi. Bizga bir sut sig'ib ichadigan tugini birini versin. deb avatgandan keyin bu Amr ibn Addas borgan xizmatkorga beribdi martadan bo'lgandikin. Tugini beribdi lekin fi sayfi dayya'atil laban degan maqol tamsilni qitib bilib qolibdi. Ya'ni Helik yazda yani men bilan so'qishab ondan bu xanam sizni elib olgan taliqni elib olgan yazda süt buzilib ketgan süt zayolab ketgandi. Ondan bu ayol helik yazda sütni zayo qilib o'tgan ya'ni qo'ldan ketkizib o'tgan degan mushu maqol tamsilni so'zlab beribdi. Ya'ni bunda degan arab qachon bir narsani vaqtida fursatini ching tutmay qo'ldan ketkizib o'tib keyin ahva deb hasrat chekib yurgan odamlarga Muşu fi sayfi dayyati laban degan muşu maqol tamsilni shundan tatib deb kelgan ekan. Arab nachida kangir taqalgan. Bizning Uyg'urchada ba'zi olmaydi saxodim maraydi degandek endi. Tushundingmi? Bu shuni masal deb ataymiz, masal deb. Lekin miyadagi masal degani masal emas, bu tashbih ma o, ha? O'qituvchilar masal o'qishmaydi. Masal deganda amaliy bo'lib o'tgan bir voqea yoki bir hikoyani so'zlash orqali ma'lum bir hukmni so'zlamoqchi. Tashbih tushchu desa tashbihda ma'lum bir sifatni, ma'lum bir şeyning sifatini undan uchuqroq bo'lgan bir suratni tasvirlab shuni sifatiga buni sifatini o'qitishni nima deb ataladi? Tashbih deb ataladi. Tashbih abay tushunib berdim. Endi men masaluhum deb sifatuhum deb keltirishga sabab, ya'ni tashbih degan sifatni sifatga o'xshatgandan keyin yeni birga
Meseluhum kemeseli de yani kap harfi Arapçadaki kap harfi nima o'qish uchun keladi o adat teşbih. Eğer de bunu ma meseluhum ne bularniki misali onun misali o'xshaydi degan masal deb ma'no etsak yoki bularning misali onun misali o'xshaydi deb ma'no etsak o'chaqda kap harfi ziyoda bo'lib qoladi o'chaqda. Amal ba qoida nima? Al qoida, al asl. Asl qoida amal ba Qur'on Karimning harflarini ziyoda ma'no emsak bo'ldi deb chiqarmaslik. Amal ba ziyoda nima ma'no etish kerak. Musannif bu kap harfini ziyoda qilyapmayman deb şu mesaluhum yani sifatuhum ka sifatillezi istavqada nara deb bunda ma'no etgan. Tushundingmi? Şu yerga mesaluhum ma'nosi sifatuhum yani ularning sifati yani munofiqlarniki munofiqligi ahvoli sifati kemeselillezi istavqada nara degan o't qolgan bir odamniki sifatiga o'xshaydi. Demakki istavqadani avqada deb ma'no etdi. Nimishqa asli istavqada degan asli o't qolishni talab qildi degan gap. Sin harfi ilif bilan sin harfi arab tilida nimani keltiradi? Sa'ala yani sa'ala talaba degan ma'nosi bor. Yani o't qolishni talab qildi, o't qolg'usi keldi degan ma'noni bildirdi. O't qolg'usi keldi deb ma'no etilsa, o't qolg'usi keldi degan gapdan o't qolash lozim kelmaydi. Anladın? Ba'chaqda bu istavqada degan avqada ma'nosini keldi. Ya'ni o't qolg'usi keldi emas, o't qolishni talab qildi emas, o't qoldi degan ma'noda. Chunki mana keyingi oyatning keyinidagi mazmunlar nima o't qoldi deganni ma'nosi borligini ifodalaydi. Shu sababdan istavqada degan deb ma'no etdi, avqada deb. Ya'ni o't qolgan bir odamning sifatiga o'xshaydi. Munofiqlarning sifati. Bu odamni ham tasvirlaylamdi. Bu odam tasvir qaraydi. Naran fi zulumatin deydi. Yani tumtalik qarang'ida o't qolganda da. Bu nima qarang'u degan gap nimadan keldi desa, falamma adaat ma havluhu degan gapdan qarang'u buni o't qolgan vaqti kecha tumtalik kecha ekanligi ma'lum bo'ldi. Nimishqa? Kunduzda o't yoqsa olam yo'lamda yurmaydi shundami? Kunduzda o't qolsa olam yurmaydi. Qanday chaqda olam yurmaydi? Kechida o't qolsa kichik xasu olam yuradi. Shu atrofini yuritgan vaqtida degan qarab, ha, bu nima ekan? O't qolgan vaqt kichikan deb tafsir mufassir degan bunda aqlli qiladi. Ayt ishoratin nas dalolatin naslan miyagini nima yozalaydi? Tafsir qiladi uni. Shu kechida o't qolgan bir odamning sifatiga o'xshaydi. Falamma adaat yani anarat tafsir. Yani bu o't atrofi jahonni yuritgan vaqtida anarat degan adaat degan asli yurudi deganga ma'nosi yurudi degan yani fe'l mutaaddi va fe'l lozim bo'ladi. Yani utumlik fe'l, utumsiz fe'l bo'ladi. Bu yerdagi musannif bu yerdagi adaat anarat yani utumlik fe'l ma'nosi yani yurudi deb ma'no etasiz deydi. Yurudi degan ma'no qanchaqda ma havlahu degan ma bu yerdagi maf'ulu bo'ladi. Faili nar bo'ladi. Adaat fi'l ma mef'ul. Ma mef'ul. Yani bu o't falamma degan bu odam o't qalab bo'lgandan keyin fa tarkib uchun. Bu odam o't qalab bo'lgandan keyin bu o't atrofidagi narsalarni yuritgan vaqtida fa absar degan atrofidan yuritib fa absar degan endi bu odam endi o't qolgandan keyin natijalarini foyda manfaatlarini davatida fa absar bu odam o'tni qalab atrofidagi narsalarni ko'rdi, birinchi foyda. Vastadfa bu odam isindi degan gap bunda kechilik deganda suvoq bo'ladi shundami? Kechilikda suvoq bard bo'ladi. O't qolgan chaqda o'tni endi o'tsa odam to'ngib qolamdi, to'ngmaydi. Isib turadi. Istadfa degan gap isindi. Ikkinchi foyda. Bu eng muhim bo'lgan foydasi va amina mimma yakhafuhu degan bu odam qo'rqadigan narsadan tinch omon bo'ldi. Ya'ni yilon, chayon degandek düşman degandek, yirtqich, yo'llar, shishi degandek hayvonlarning kechilikda kelib, uchul bayavanda buni yeb ketishidan yoki bo'lab talab ketishidan yoki chaqib olishidan tinch omon bo'ladi. O't bo'lgandan ko'rgandan keyin ya uni qarshilik bildirdi, o't bayaga yirtqich hayvonlar, yilonchalik kelmaydi, o't ko'yapti qo'yaga. Demak tinch omon bo'ladi. Demak bu nima qilibdi bu? O'tni qalab, o'tdan to'liq foydalanibdi. Va misaldagi tashbihdagi odam, tamsildagi. ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم أطفأه وجمع الضمير مراعاة لمعنى الذي مراعاة لمعنى الذي
Hoş. وتركهم To'xtang. Zahaballohu bi nurihim. Allah ularning nurini ketkizib etdi degan gap, yani o'chirib etdi. Allah ularning nurini o'chirib etdi. Va jumi'ad damir bu yerdagi zahaballohu bi nurihim deb bu yerdagi hum damir ko'plik damir keltirildi. Nimishqa desam mura'atan bi ma'na allazi. Allazining ma'nisiga rioya qilib. Yani allaziga ism mavsul, man, ma, allazi degan hammasi ism mavsul. Buniki lafzi mufrad, ma'nisi nima? Ma'nisi jama'. Yani usul fiqh qoidasida buni umum, adatul umum, yani umumiy so'zlar vositasi, umumiy so'zlar deb ataladi. Qanday allazi man ma kelsa bu so'zning hukmi om. Ma'nisi ko'plik, lafzi birlik. Endi ذات nimadagi 5ta istavqada kamathalil allazi istavqada nara degan yerda nimaga lafziga man allazining lafziga rioya qilinib istavqada deb fe'l birlik holatga keltirildi. Ammo bu yerda zahaballohu bi nurihim degan yerda allaziniki ma'nisiga rioya qilinib bi nurihim deb ko'plik holatga keltirildi deydi. Va tarakahum fi zulumatin لا يبصرون وتركهم في ظلمات لا يبصرون ما حولهم ما متحيرين حولهم متحيرين عن عن طريق عن خائفين الطريق خائفين. كذلك عن الطريق عن خائفين. الطريق خائفين يعني فكذلك وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Ularni hech nima yuklanmaydi. Yani etrafidagi narsalarni hayronlikda yo'lning qayerligini bilolmay, hayronlikda xoifin qo'rqqan holatda hech nima yuklanmaydigan holatda tashlab qo'ydi. Tumtalik fi zulumat degan bir qancha qorong'ulikda. Zulumat degan yani bir qancha zulmat deb keltirmaydi. Zulmat yani bu qorong'ulik bir qorong'ulik emas ekan. Zulmat birinchisi kechining qorong'uligi. Birinchisi kechining qorong'uligi. İkincisi nimadan bu tuvandagi avka sayib min as-samadi yağmur yağıp turgan degan masala qolganda, yani yağmurning qorong'uligi. Uchinchisi yağmur aralash, birisi kechining qorong'uligi, ikkinchisi shu yağmur aralash yaqqan nima anaqa yağmur aralash chiqqan shamolning qorong'uligi. Andin mana bu yerda bir qancha qorong'ulikning ostida qolgan odam hech kimni ko'rolmaydi. Shundaymi? Hech kimni ko'rolmaydi. Mana bunday holatda qolgan odamga o'xshaydi. Endi hozir bizga Alloh taolo nima deb mushabbahni deb nima? Mushabbahni deb berdi. Nima mushabbah bihni. Hozir mushabbah bih. Andin mushabbah kimga munofiq ekan? Munofiq mushabbah. O'xshatilg'uchi. Ka degan adat tashbih so'zlandi bu yerda. Adat tashbih. Bu ma so'zlandi. Undan keyin bu munofiqqa o'xshaydigan munofiqniki nimasi mushabbahun bir qancha tarafdan so'zlandi, bir qancha tarafdan. Ya'ni bu taraflarni birinchisi o't qolgan odam. Munofiq nimaga o'xshaydi ekan? O't qolgan bir odamga o'xshaydi ekan. Undan keyin bu o't atrofi jahonni yuritgan. Ondan keyin Alloh taolo ularni o'tini o'chirib o'tib, ularni hech nimani ko'rolmaydigan tumtaliq bir qancha qorong'ularning ichida qoldirib tashlab qo'ygan degan bir qancha tarafdan ya'ni munofiqlarga munda taraflardan o'xshaydi dedi. Endi biz balki vaji shabahni tepib chiqamiz endi. Mana mushabbahun bir ko'p chiqdi, ko'p. Bir qancha ko'p gap bo'lgandan endi biz munofiqlar bu mushu surat tasvirlangan mushu o't qolgan odamniki mushu ishlardan qanda jihatda o'qishdi, buni nima qilib chiqamiz? Tepib chiqamiz. Nima deyotdim demay, musannif bizga o'zi yordam qilib tepib beradi. Fakazalik. Yani xuddi shuningdek, yani o't qolgan odamning holiga o'xshash. O'sha odamning sifatiga o'xshash. Fakazalika nima haula, yani munofiqlar shunga o'xshaydi. Endi nimaga o'xshaydi? Yani aminu bi izhari kalimatil iman. Munofiqlar iymon kalimasini oshkor qilishlarning bo'ldi. Aminu. Yani tinch aman bo'ldi, xotirjam bo'ldi. Fa iza matu ja'ahumul khawf wal azab. Fa iza ondan keyin qachonki u o'lsa, ularga qo'rqinch va azob keladi. Demak, bu misaldagi mushabbah bilan mushabbahun bihni o'xshashlik tarafga qolgan desak, yana birinchi munofiq nimaga o'xshaydi ekan? O'sha o't qolgan odamga o'xshaydi ekan.
Endi qolgan o'tini nimaga o'xshatibdi bu yerda Alloh taolo? Iymonga o'xshatibdi. Ya'ni munofiq u odam o't qolgan odam nima deb o't qolyapti ekan? Endi kechilikda yutqichlardan, yilon chayonlardan, dushmanlardan xotirjam bo'lay deb o't qolyapti shundaymi? Endi bu iymon etgan munofiq nima deb iymon etibdi? Ovoz kelyapti-da? Ovoz kelyapti? Ha. Ha. Bu ovoz kelsin. Ma mikrofon taqaqqa ustoz. Ya'ni diqqat. Unda da nima jihat o'xshaydi ekan? Demak, munofiq o't qolgan odam munofiq o'xshaydi ekan. Bu o't nima deb o't qolyapti ekan? Endi birmuncha xim xatardan saqlanay deb o't qolyapti ekan. Xuddi shunday munofiqlar iymon bu o'tga o'xshatilibdi bu yerda. Ya'ni munofiqning aytgan iymoni nima deb aytibdi? Ya'ni iymon etish orqali bu birinchi qilib o'zining jonini saqlabdi. Chunki kafir bilan payg'ambar alayhisalom urushsa kafirni o'ltiradi yoki asir oladi yoki uni bilan zimmiy bo'lib musulmonlig'i boshtilab o'tiradi. Bu uchni misyapti. Ondan bu iymon etish bilan birinchi qilib o'zini o'limdan saqladi, asir elinishini saqladi. Zimmiy bo'lib boshtilab o'tirishni saqlandi. Balki mol g'animatlardan tang bahramon bo'ldi. Demak bu nima qilibdi? Birmuncha foydalanibdi ama xuddi odam kalamma adoat ma havla o't qolib atrofi jonini yuritib nima yilon chayonlarniki, dushmanlarning, yirtqich hayvonlarniki xavfidan xotirjam bo'lgandek munofiq iymon etib, bunday dunyoviydagi birmuncha hukmlardan xotirjam bo'lib foydalanibdi. Yetgan iymonidan foydalanibdi. Shuni shu arada tuğa vaqtida zahaballohu bi nurihim, Alloh ularning nurini o'chirib etdi degani, ya'ni Alloh taolo shunda turib bu uzoq bo'lmadi, buniki bu manfaatlanishi uzoq bo'lmadi. Uzoq bo'lmay shunda turishi Alloh taolo buni hammani nima qilyapti? Nurini o'chirib etdi degani, Alloh taolo bunun jonini oldi. Ya'ni jonni olgandiki buniki aytgan iymoni tugidi. Chunki buning qalbida iymon bo'lmadi, qalbida iymon yo'q edi. Bu iymon bularning tilida edi. O'lgan hamon faydamatu anda ularga shuni endi o'lgandan keyin qabr keplam dumbul qatayni yigili tursa, qabrda buning azob boshlanib ketsa, tugmas bitmas azob qoldi ular. Xuddi men demak, bu shu taraflardan munofiqlikning misoli, bu o't qolgan misoli nima qildi ekan? O'xshish ekan. Tushunamizmi? Bizga Alloh taolo bu misolni bayon qilib, bir tamsil qilib, o'xshatib munofiqning ishini tushuntiryapti. Ya'ni xuddi bu o't qolgan odam o'tni qalab bir shamol kelgandek qilib likkidek o'ti o'chab ketgan. Nəhayət o'tni tiz qalab tiz o'chab ketib qarang'ida qolgan foydalanmay qolgan odamdek munofiq iymon aytgandek qilgan bo'lsa-mu, bu iymoni bilan bir ozroq foydalangandek qilgan bo'lsa-mu, birdan juda o'lidi. O'lgandan keyin buniki aytgan iymoni asqatmaydi, yolg'on iymoni bitmas tugmas azob qoladi. Munofiqning misoli bunga o'xshaydi. Munofiqning sifati mana shu odamning sifatiga o'xshaydi. Buning ahvoli buning ahvoliga o'xshash deb bizga shu o'xshatish orqali bizga munofiqniki naqadar ziyonkor, ahmoq, naqadar oxiriniki tahlikali, halokatli ekanligini deb turibdi. Tushundingmi? Tushundim. Xo'sh. Summun. هم صم عن الحق فلا يسمعونه سماع قبول سماع قبول بكم اخرس عن خير فلا يقولوا بكم يعني خرس عن الخير خرس عن الخير فلا يقولونه عمي عن طريق الهدى فلا يرون عمي عن طريق الهدى فلا يرونه فهم لا يرجعون فهم لا يرجعون عن الضلالة. Hoş. O emdimde bunda Allah Teala'nın da adı summun bukmun umyun fehum la yerciun. Yani ular pang yani gaz, bukmun gaça, umyun yani kargo fehum la yerciun. Ular kaytmaydı o da adı. Yani summun degende musannif da adı ki hum summun anil hakkı. Biyadiki summun degen asli nima? Summun bukmun umyun fehum la yerciun degende mi? Summun bukmun umyun degen asli bu teşbih beligh bu hammasi.
Bu mu bir teşbih. Lekin bunun nima? Hum degan mushabbah mu hazf qilingan. Undan keyin adat teşbih vajh shabah hammasi hazf qilingan. Yani bu intayin balagatik teşbih bo'ladi hamda. Yani hum summun, yani hum kes-summi, hum kel-bukmi, hum kel-umyi fi mada? Yani fi adamil intifa'i bihadihil hawas degan bo'ldi. Yani ular pangdur deyapti. Hum summun. Ular pangdur. Qanday o'xshaydi desa, u o'zini pang nimada? Anil haqqi, yani haqni anglashdan pang. Haqni anglashdan gaz fala yasma'unahu sima'a qabulin. Ular haqni anglab qabul qilish tarzida anglamaydi. Yani qul anglaydi, ular amaliyat pang emas. Lekin bular qulqi Qur'oni Karimning gapi qilinsa, mana bu qabul qilaya deb anglamaydi. Anglawsimi zangli qilish ya zangli qilish jihatdan yoki ishonmaslik yoki inkor qilish jihatdan anglaydi. Herkesmi qabul qiladigan va haqni qabul qiladigan jihatdan anglamaydi. Bukmun deganmi, yani bular gacha, yani bular xuddi gachuga o'xshaydi nimada? Haqni so'zlamaslikda, haqni bilib turib, haqni so'zlamaslikda xuddi gachuga o'xshaydi. Bukmun degan gachudir degan gap, yani kharsun anil khayri fala yaquluna. Bular yaxshilikdan gacha, bu yaxshilikni fala yaquluna degan demaydi. Bilib turib demaydi. Gacha degan gap qilmaydi-ku. Gacha og'zi batib, tili batib gap qilmagandek, bular haqni bilib turib, haqni demaydi. Xuddi mushtayibni o'xshaydi gacha bo'ladi. Umyon degan qarg'u deganda xuddi qarg'u, go'yoki qarg'u. Yani bizda qarg'u emas, ko'zi ko'radi. Lekin antariqil huda, hidoyat yo'lini ko'rishdan qarg'u. Fala yarawnahu degan. Bular hidoyat yo'lini ko'rmaydi. Demak, ma'viyatga summun bukmun ummun bilan pangas qarg'ulan